Captiva'ni arzonidan 6900 dollarga tayyor 3 qilingan metallari boridan O'zbekiston ichida haydayman deganlarga jo'natib qo'ysa qadrdonlar, mana sizlarga 6900 dollarga istarali holati zo'ridan topib qo'ydim. Xo'p, mashina turgan adreslari Qo'qonda. Mana qanday mashinalar bo'lsa, olib kelsalaring, xudo xolasa, reklama xizmatlarimiz tekin, olib kelib reklama qilib kelsalar ham bo'ladi. Bir oy davomida shunday besplatniy video qo'yaman. Hop. Holati zo'r turibdi. Bunaqa mashinalarni birinchi o'tkazib olmaslik uchun Telegram kanaliga o'tib olinglar. Telegram kanaliga birinchi tashlayman, egalar raqamlarini tashlayman birinchi. O'tkazib olmaysizlar. Bitta ayrim mashchi qo'l almashtirib olsangiz bo'ldi ekan. Lekin evakorlari bor, motor o'tab turibdi. Вообще mayin chotki bilan o'tab turibdi. Mashina o'zi ham вообще star ekanda. Kraskasi o'zlari shaqang GK2 qorga tortar ekan, yengil asist bo'lgan ekan. Kelib ko'rib olasiz, suylari butun ekan, oldlari pechat. O'zimdan bir ko'rib chiqdim. Qattiq kaltagan joyi yo'q. Motor zo'r ishlab turibdi. Probeshkalari 322 ming ekan. Borini endi boricha ko'rsatyapman. Holat ancha yaxshi. Luklari bor. Chotki, avtomat korobka. Bilasizlar, bu yilda mexanikalari ham chiqqan buni. Xo'p, metan gazlarga bitta ko'rsataman hozir. Yomon ishlayotgan lekin motori. Yangi qo'yilgan motori, motor korobka. Motor yangi komplet, motor korobka bosib biz raqam qilib, Dokumentlarni qilib qo'yilgan. Любой dokument bo'laveradi. Havasini generalni olasiz o'tkazib olasiz, lekin variant yo'q. Bank ham sotmang iloji bo'lsa. Bank ham sotmang, naqqa soting. Odamlar bankda qiynalib ketmasin. O'zi arzon 6900 dollar. Men uchun yomon emas. Zo'r holat turibdi. Qadrdon nima deysiz? Siz uchun qilyapmiz harakatni. Mana shunday mashinalarni, arzon mashinalarni oqtarib, topib, bitta laykda bosib qo'ying, qadrdon. Ancha aktivni tushib qoldi. Bitta aktivni ko'taraylik. Videolarni qo'yishda davom etamiz. Yoraylik. Sizlar podishka qilsalaring, meni xudo xolasa men sizlarni podishka qilaman, qadrdonlar. Bosinglar, bosib boringlar. Bitta layklarga menimcha vobshim arzon darajada chiroyli, go'zal holat turibdi. Xo'p, dokument любой holat xonasi bo'ladi. Narxlarni aytib o'tdim. Menimcha tugatsak ham bo'ladi. Oldi arka pechat, yog' yemaydi, yangi motorlarni bosib minishga tayyor qilib qo'yilgan.